Tarix ne kechmishlarning ko'zgusi. Unda tamaddun aks etadi. Unda millat ma'naviyatining ildizlari namoyon. Unda olis o'tmishning sir sinoatlari mujassam. Ana shunday ne'matlarga makon bo'lgan Temuriylar tarixi davlat muzeyini tomosha qilishda davom etamiz. Prezidentimiz Islom Karimovning g'oyasi va tashabbusi asosida barpo etilgan ushbu muzey Amir Temur va Temuriylar davrida ilm-fan, ma'orif va madaniyat naqadar yuksak bo'lganiga guvohlik berishi bilan birga, millatimizning tarixiy yutuqlari va betakror an'analari asosida yosh avlodni vatanga cheksiz muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash bobida bemisl ahamiyatga molik. Ushbu moziygoh davlatchiligimiz tarixining eng muhim halqasi bo'lgan Amir Temur va Temuriylar davri haqida xolis va haqqoniy axborot beradi. Ekspozitsiyalar zalining 2-qavatida tarixiy manbalarga asoslanib tuzilgan Amir Temur va Temuriylar shajarasi mavjud. Sohibqironning otasi Amir Tarag'ay Barlos urug'ining zabardast beklaridan sanalgan. Onasi Takina xotun ham nufuzli oiladan edi. Amir Temur aql zakovatining teralligi bilan bolaligidanoq alohida ajralib turgan. U kichkinaligidan ilmga oshno bo'ldi. Harbiy san'atni o'zlashtirdi va ma'naviy yetuklikka intildi. Keyinchalik o'zi barpo etgan davlatning kuch-qudratini har tomonlama mustahkamlab, uning shuhratini butun jahonga yoydi. Buyuk saltanatga hukmdor bo'lib, millatlar va xalqlarni birlashtirdi, el yurtni ulug' ishlarga ruhlantirdi. Amir Temurning 4 o'g'li va 2 qizi bo'lgan. O'g'illari Muhammad Jahongir Mirzo, Umar Shayx Mirzo, Miron Shoh Mirzo, Shohruh Mirzo. Qizlari Og'a Begi xonim va Sulton Baxt begim. Amir Temur va Temuriylar 1370-yildan 1507-yilgacha hukmronlik qildilar. Temuriylar sulolasi davomiyligi jami 488 yilni tashkil etadi. Sohibqiron avlodining ro'yxati hozir 193 nafarga yetdi. Bular Jahongir Mirzo va uning avlodiga mansub 16 nafar shahzoda, Umar Shayx va uning avlodiga mansub 35 shahzoda, Miron Shoh va Boburiylar avlodlari bo'lgan 96 shahzoda, Shohruh va uning avlodiga mansub 44 shahzoda, Og'a Begi xonim va uning avlodiga mansub 1 shahzoda. Amir Temurning to'ng'ich o'g'li Jahongir Mirzo 1356-yilda tug'ilgan. U otasi Amir Temurga o'xshab bir so'zli, qat'iyatli va jasur bo'lgan. Yosh bo'lishiga qaramay, harbiy ilmdan yaxshi xabardor bo'lib, ulkan jangovar qismlarga mohirona boshchilik qilgan. Jahongir 1376-yilda navbatdagi harbiy safardan qaytib o'tib, shamollashdan vafot etgan. Umar Shayx Mirzo Amir Temurning 2-o'g'li bo'lib, 1356-yilda tug'ilgan. Yoshligidanoq harbiy ishlarda iqtidori baland bo'lib, mohir chavandoz va tolmas jangchi edi. Umar Shayx Mirzodan 6 o'g'il qolgan. Miron Shoh Mirzo Sohibqironning 3-o'g'li
1366-yilda tug'ilgan. Amir Temur 1393-yilda Mironshohga saltanatning bir qismini idora etish vazifasini yuklaydi. Mironshohdan 6 o'g'il tug'ilgan. Shohrux Mirzo Amir Temurning 4-o'g'li. U 1377-yilda tug'ilgan va Saroymulk xonimning qo'lida tarbiyalangan. Keyin 20 yoshigacha otasining yonida bo'lib, harbiy yurishlarida faol qatnashgan. 1409-yilda Shohrux Mirzo Samarqand taxtiga o'tirgan, keyin esa Movarounnahar hukmdorligini to'ng'ich o'g'li Mirzo Ulug'bekka topshirgan. Amir Temur farzandlari va nabiralarining tarbiyasiga katta e'tibor qaratgan. Ayniqsa nabiralarini eng ilg'or olimlar va donishmandlarning tarbiyasiga bergan edi. Ilm-fan va madaniyat ahliga homiylik qilish Temuriylar uchun avloddan avlodga o'tuvchi oilaviy bir an'anaga aylanib qolgan. Ana shu an'ananing eng ko'zga ko'ringan davomchilaridan biri Amir Temurning suyukli nabirasi Ulug'bek edi. Mirzo Ulug'bek bobosidan keyin Samarqandda 40 yil hukmronlik qildi. U saltanat qudratiga qudrat qo'shish bilan birga ilm ma'rifatni rivojlantirishga ulkan kuch va mehnat sarfladi. Ulug'bek davrida Samarqand Sharqning eng gullagan madaniyat o'chog'iga aylandi. 1417-1430-yillarda Ulug'bek Samarqanddagi Registon maydonida ulkan madrasa, xonaqohlar qurdirdi. Bu binolardan bizgacha saqlanib qolgan madrasaning maketi muzey ekspozitsiyasidan o'rin olgan. Madrasaga Ulug'bek Sharqning eng yirik olimlarini mudarris sifatida ishga jalb qilgan. Bosh mudarris etib o'sha davrning atoqli allomasi Shamsuddin Havofiyni tayinlagan. G'iyosiddin Koshi, Qozizoda Rumiy, Ali Qushchi kabi olimlar bilan birga Ulug'bekning o'zi ham madrasada saboq bergan. Ulug'bek madrasasi 15-asrda Yevropada Samarqand akademiyasi sifatida tan olingan. Ekspozitsiyada Ulug'bek zamonida qurilgan binolarning eng ulug'i Rasadxonaning maketi ham ko'rsatilgan. Mirzo Ulug'bek astronomik doimiyliklar miqdoriga oydinlik kiritish, yulduzlar joylashuvini aniq o'lchash maqsadida 15-asr uchun bemisl bo'lgan inshoot Rasadxona qurdirgan. O'ta noyob va mukammal astronomik jihoz qo'sh yoyli devoriy kvadrantni ixtiro qilgan. Rasadxona bilan madrasaning uzviy faoliyati Ulug'bekning ilmiy maktabini tashkil etgan hamda astronomiya va matematika fanlarini yanada yuqori pog'onalarga ko'targan. Rasadxona Samarqand shimolida Obirahmat arig'i bo'yidagi Ko'hak tepaligi bag'riga qurilgan. Bino 3 qavatli, silindrik shaklda bo'lib, aylanasi 46 metr, balandligi 30 metr bo'lgan. Rasadxona asosini ulkan sekstant tashkil qilgan. Undagi meridian yoyining radiusi 40 metr va 20 santimetr bo'lgan. Bosh teleskop yoyining uzunligi 63 metr va 14 santimetrga teng bo'lgan. Jahon kutubxonalaridan o'rin olgan Zij asari shu yerda yaratilgan. Bu asar Ziji Ulug'bek, Ziji Jadidi Ko'ragoni nomlari bilan ham ma'lum. U Samarqand rasadxonasidagi ko'p yillik mashaqqatli mehnatning mahsulidir. Jami 430 sahifani tashkil etuvchi Zijning yulduzlar jadvalidan 1018 ta yulduz o'rin olgan. Bu rang tasvir asari Mirzo Ulug'bek va Ali Qushchi rasadxonada deb nomlanadi. Markazda Mirzo Ulug'bek sevimli shogirdi
Ali Qushchi bilan tasvirlangan. Ulug'bek Ali Qushchini o'z farzandidek ko'rgan. Zij asarini yozishda uning yordamiga tayangan. Rasadxonada juda ko'p olimlar, shu jumladan Qozizoda Rumiy va G'iyosiddin Koshiylar ilmiy izlanish olib borishgan. Asarda qo'sh yoyli devoriy kvadrant, yulduzlar globusi va kutubxona tasvirlangan. Rasadxona ichidagi kutubxonada 150 mingdan ortiq kitob saqlangan. Rasadxonaning ichki ko'rinishi juda chiroyli bo'lgan. Devorlari betakror bezakli, islomiy naqshlardan iborat edi. Zahiriddin Muhammad Bobur portreti. Bobur Temuriylar sulolasining eng yorqin vakillaridan biri, davlat arbobi, benazir sarkarda, ulkan shoir, tarixchi va olimdir. U buyuk Boburiylar sulolasiga asos soldi. Ekspozitsiyadan Boburning shoh asari Boburnomaning nashri ham o'rin olgan. Bobur va Boburiylar tomonidan Hindistonda bir-biridan go'zal me'moriy obidalar barpo etildi. Shubhasiz ular orasidagi Durdona Agradagi Toj Mahal maqbarasidir. Muzey ekspozitsiyasidan Toj Mahal maqbarasi maketi o'rin olgan. Maqbara Shoh Jahonning buyrug'iga binoan uning umr yo'ldoshi Mumtoz Mahal begim, ya'ni Arjumand Bonuga atab qurdirilgan. Maqbarani qurishda Samarqand va Buxorodagi eng yaxshi ustalar ishtirok etganlar. Temuriylar tarixi davlat muzeyidagi rang tasvir asarlari kolleksiyasidagi kartinalar 50 tadan ortiqdir. Muzey fondidagi noyob rang tasvir asarlardan biri Amir Temur portretidir. Unda Sohibqiron sarkarda qiyofasida gavdalangan. Boshiga oltin toj kiygan Amir Temur qo'llarini qilichga qo'ygan holda nigohini bir nuqtaga qadagan ko'yi jiddiy xayol og'ushida taxtda o'tiribdi. Yuzi bug'doy rangli, qosh ko'zlari tim qora. Peshonasi va yuzlaridagi chiziqlar, oq oralagan mo'ylabi Amir Temurning yoshi ulug'ligini ko'rsatsa-da, uning tetik va baquvvat ekanligi asarda yaqqol sezilib turadi. Taxtning bir tarafida quyoshdek nur sochayotgan jilvador qadimiy Samarqand me'morchiligi ko'rinishlari aks etgan. Beixtiyor Sohibqiron aytgan kuch-qudratimizga shubha bilan qaraydigan bo'lsang, biz qurdirgan binolarga boq degan so'zlar yodga tushadi. Muzey ekspozitsiyasida Buyuk Ipak yo'lining xaritasi ham ko'rsatilgan. Ipak yo'li Xitoyning qadimgi markazi Siamdan boshlangan va miloddan avvalgi 2-asrdan boshlab hozirgi O'zbekiston hududidan o'tgan. Buyuk Ipak yo'lining uzunligi 12,000 chaqirimni tashkil qilgan. 14-asr oxiri, 15-asrda Amir Temur va Temuriylar davlatining o'zagi bo'lgan Movarounnahrni Yevropa, Yaqin Sharq va Uzoq Sharq mamlakatlari bilan ko'plab karvon yo'llari bog'lab turgan. Buyuk davlat arbobi va mohir diplomat sifatida Amir Temur o'z saltanatining taraqqiyotida mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlik, bordi-keldilar va savdo-sotiq aloqalari asosiy o'rin tutishini juda yaxshi bilgan. Xitoy sarhadlaridan O'rta Yer dengizi sohillarigacha, Dashti Qipchoqdan Arabistongacha cho'zilgan ulkan saltanatni barpo etgan Sohibqiron avvalo Buyuk Ipak yo'lining karvon yo'nalishlarini bosqinchilar hujumidan muhofaza qildi. Buyuk Ipak yo'lining yopilib qolgan tarmoqlarini qayta tikladi. Movarounnahrga turli mamlakatlardan sarmoya va savdo-sotiq mollari kela boshladi.
savdo va diplomatiya munosabatlarini kengaytirish maqsadida Amir Temur karvon yo'llarini obodonlashtirdim, karvonsaroylar barpo etdim. Temur davlatining barcha hududlarida qattiq intizomga bo'ysundirilgan aniq va tezkor yo'l aloqa xizmati joriy qilingandi. Aytish mumkinki, bunday xizmat turi Amir Temur va Temuriylar davlatini yanada taraqqiy etishiga olib keldi. Karvon yo'llari orqali Movarounnahrga ipak, qog'oz, ovchi qushlar, chinni idishlar, zeb-ziynat buyumlari, qimmatbaho toshlar, dorivorlar keltirilgan. Temuriylar davrida metallga badiiy ishlov berish san'ati nihoyatda rivoj topdi. Movarounnahr va Xorason shaharlarida oltin, kumush va bronzadan yasalgan xilma-xil idishlar, misdan tayyorlangan uy ro'zg'or buyumlari, qurol aslaha, zargarlik ziynatlari va marosimlar uchun ishlatiladigan jihozlar ishlab chiqarilgan. Muzey ekspozitsiyasida mis g'aladon, oftoba, dastsho'y va boshqa mis buyumlarining asl nusxalarini ko'rish mumkin. Amir Temur va Temuriylar davrini o'rganish bilan shug'ullanayotgan ko'pgina olimlar Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq davlatlarida sopolni bezatishda yangi an'analarning texnologik asoslarini umumiy tarzda Temuriylar uslubi deb nomlamoqdalar. Bu davrda kundalik turmushda ishlatiladigan oddiy idishlar bilan bir qatorda hashamdor idishlar ham ishlab chiqarildi. Yuqori sifatli hashamdor idishlar faxriy mehmonlar kutishda, dasturxonni bezatishda yoki mehmonxona tokchalarini yasatishda asqotgan. Muzey ekspozitsiyasidan Toshkent, Samarqand, Buxoro kabi shaharlardan topilgan hashamdor sopol idishlar joy olgan. Mana bu kartinada Samarqand bozori aks ettirilgan. Asar hajmi jihatdan ham, ranglarining jilosi bilan ham katta e'tiborga loyiq. Samarqand bozorining haqiqiy go'zalligi aks etgan bu suratdan go'yo gavjum bozorning shovqini eshitilib turgandek. Amir Temurning pul moliya siyosatidagi eng muhim tadbirlardan biri shubhasiz barcha hududlarda yagona pul muomalasi joriy etilganligidir. Bu esa saltanatning siyosiy va iqtisodiy jihatdan bir butunligi va yaxlitligidan ham dalolat bergan. Temur davrida zarb qilingan barcha tanga pullar davlatning ichki va tashqi savdo aloqalarida asosiy to'lov vositasi sifatida qo'llanilgan hamda Amir Temur davlatining xalqaro maydondagi qudratini oshirishga xizmat qilgan. Muzey ekspozitsiyasidan Amir Temur davrida zarb qilingan kumush va mis tangalarining asl nusxalari o'rin olgan. Ular asosan kumushdan zarb etilgan bo'lib, vazni 6 grammni tashkil etgan bo'lsa, tanga deb atalgan. Tanganing 4dan biriga to'g'ri keladigan 1,5 grammlik kumush tangalar esa Amir so'zidan olingan miri nomi bilan atalgan. Amir Temur nomi bilan zarb qilingan kumush va mis tangalardan tashqari oltin tangalar ham chiqarilgan. Oltin tangalar asosan Samarqandda va Xorazmda zarb qilingan bo'lib, ularning 12 turi bo'lgan. Amir Temurning qirrador va nafis naqshlar bilan bezatilgan tangalariga nazar tashlar ekanmiz, ko'z o'ngimizda bu tangalarga urilgan tamg'a, ya'ni gerb gavdalanadi. Bu tamg'a 3 ta chambarak halqachalardan iborat. Ispan qirolining elchisi Rui González Clavijo'ning yozishicha, bu tamg'a Temur 3 iqlimning hukmdori degan ma'noni anglatgan. O'zbek xalqining davlatchilik tarixi ildizlari ko'p ming yillarga borib taqaladi. Ekspozitsiyaning keyingi qismida ana shu haqiqatning yorqin isbotlaridan ayrimlari,
Surxondaryodagi miloddan avvalgi 2-ming yillikka mansub Sopolli tepa va Jarqo'ton topilmalari. Milodiy 1-asrga oid Dalvarzin tepa oltin buyumlari. Afrosiyob va Toshkentdan topilgan 10-11-asrga oid sopol idishlar.